Mahallasida bitta bo'lib yuraman deyotgan akalar, opalarimiz uchun mashinamiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan Matiz. Eng prostoy. Bu mashinamiz yumshoq balonlarda, kraskasi 3 ta detalda bor ekan. Eng qizig'i shu joylarda arzon narxda tiko narxiga beramiz deb turishdi. 332 ming, dokumentda muammo yo'q, lekin g'irt prostoy yetimi deydi, shunaqa ekan. Lekin mashinani cho'tga qilib tayyorlab chiqish bo'libdi. Bu mashinamiz arzoni vodiyda kanal obunachilari uchun akalarimiz bo'ladigan narxi $1700 bo'lsa beramiz deyapti. Dokumentda muammo yo'q ekan. Telefon raqamlari videosida. Matizlarda ota-onasi tashlab ketgan g'irt yetimidan ko'rsatamiz. Bu mashinamiz 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi menimcha bir 70% bo'lsa kerak, bir 30% toza joyi bor. U ham qayerlardadir. Yumshoq balonlari o'rtacha holatda, sababi zo'rg'a turibdi, dami ham chiqyapti. Buni nafaqat ota-onasi, balki mashina purishini tashlab ketgan. 311 ming yurgan ekan. Endi bu ham halol bo'lsa. Mashinamiz holatlari hozircha tiniq, lekin dokumentda muammo yo'q. Egasi qutulsam bo'ldi, bozorga olib kelgan, uyatyapman, 30 ming so'm pulim ham yo'q deyapti. Akalarimiz arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun bu mashinamiz bo'ladigan narxi $1450 bo'lsa beramiz deyapti. Telefon raqamlarida yozdi. Tayyor Damas minaman deyotgan obunachilarimiz uchun 2024-yilda ishlab chiqarilgan kraskalari toza, yumshoq balon, gaz, paz, nima kerak bo'lsa qilib qo'yishgan ekan. Bu mashinamiz yurgan masofasi endi 37 ming bo'libdi. 37 ming yurgan bu mashinalar uchun hech narsa emas. Chapeka deydi, shunaqa ekan. Mashinamizni hamma yog'i chexol, polik, patologlargacha ko'rsha qilib, endi tayyor qilib qo'ygan ekan. Xudo xolasa dokumentdan ham muammo yo'q ekan. Akalarimiz bo'ladigan narxi $6200 bo'lsa beramiz deyapti. Endi ko'niga yo'l topsa o'tib ham beradi. Telefon raqamlari yozdi. Kobotlarda puliga tiko minaman deyotgan obunachilarim uchun tinig'idan ko'rsatamiz. Bu mashinamiz 1999-yilda ishlab chiqarilgan, ayrimlarimizdan kattaroq ham. Bu mashinamiz hamma yo'g'i radnoy holatda desak ham bo'laveradi. Umuman kraska tekkan joylari yo'q ekan. Hali rezinkalarni ochib ham ko'rasizlar, yorug' joyi ham yo'q ekan. Yurgan masofasi 227 ming. 99-2000-yillarda ololmasdan armon bo'lib qo'ygan akalarimiz uchun tavsiya qilamiz bu mashinamizni. Narxi qimmatroq, lekin kraskasi toza tiko topish ham qiyin. Pashti antikvar desak ham bo'laveradi. Akalarimiz arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun $4000 ga beramiz deyapti. Arzonmi, qimmatmi, kommentariyada so'kmasanglar bo'ldi. Salondagi narxiga tayyor Damas ko'rsatamiz. Bu mashinamizga chaynakni qopqog'i qolmagan ekan, qolgan hamma yo'q qilib qo'yishgan ekan. Bu mashinamiz full holatda. Yurgan masofasi endi 300 km, 2026-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Shumizalasa polni qilingan, yumshoq yangi balon qo'yib qo'yishgan, 10 nushlik. Metan gazi bor, pultlari bor, xudo xolasa, to'g'risi dadezam, qaynatezam qilib bermaydigan narsalarni qilib qo'yishgan ekan. Xudo xolasa olib maza qilib minadigan bitta rasxod qilasizlar, bo'ldi. Salondagi narxi deylik $8800 ga salondan ham olsangiz, nomerlarni shunaqa tushsa, 8800 ga genam chiqaradigan Damas ko'rsatamiz. Mashinamizni telefon raqamlari videosida bemalol aloqa qilib, menimcha zo'r variant tanlash uchun. $5900 ga Damas olishni olamiz deylar. 2024-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi bir qaritcha bor ekan, xolos qolgan joylari toza ekan. Balonlari yaxshi holatda turibdi, o'ziniki bo'lsa ham. Yurgan masofasi 47 ming, gazlar bor, xudo xolasa olib maza qilib minadigan, hamma yo'g'ini berishar ekan. Sizlargacha olib bo'lmaydi ekan. Arzonmi, qimmatmi, kommentariyada yozib qoldilar. 2024-yil dokumentda umuman muammo yo'q. Xudo xolasa ligirovkasigacha bor, podnoshkacha qilib qo'yishgan. Akalarimiz bu mashinamiz bo'ladigan narx $5900 bo'lsa beramiz deyapti. Ko'niga yo'l topsalar balki o'tib beradi. $1000 puli borlarga Next'ni ko'rsatamiz. Narxi ham juda ham arzon. O'zi boshqa keling. Variantga mashina qidirayotgan obunachilarim uchun Next'ni ko'rsatamiz. Mashinamiz $1000 bilan ham chiqaveradi. Narxi ham o'ta ham arzon narxda. Kraskalari toza, ancha-muncha kosmetika joylari bor. Balonni almashtirib olishlar kerak. Next 2 Dons Lux konditsioner yurgan masofasi ham 300 ming atrofida, holatlari hozircha tiniq. Sinlarni ham bir qator o'zlari uchun to'llatib olsanglar bo'ladi, dinasi. Sababi cho'tirib qo'yishgan ekan. Mashinamiz akalarimiz arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigan narxi naqqa 2800 ekan, $1000 bilan nasiyagan chiqarar ekan. Kobotlarni kilo olib olaman deyotgan akalarimiz uchun arzon narxda ko'rsatamiz. Bu mashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi pastda eng qizig'i konditsioner ishlaydi. Kraskasi to'g'risi bir qop temir, qaysidir joylarda toza joylari ham bor. Yurgan masofasi 175 ming, endi halol bo'lsa, endi bir qator o'zlari ham egalari ham xohlagan ustasiga tekshirib olsin, bir qop temir narxda sotamiz deyapti. Chexol polik, gaz, paz hamma yo'g'i bor ekan. Eng qiziqashi Matiz Sparklar narxida olgan bo'lamiz deylar. O'zi bu mashinani shunday ko'chaga qo'yib yuborsanglar, o'zi pul topib keladigan holatda ekan. Akalarimiz bu mashinamiz bo'ladigan narxini $4800 bo'lsa beramiz deyapti. Telefon raqamlari videosida. To'g'rimiz yo'q, mashina minaman deyotgan obunachilar uchun Next'ni tavsiya qilamiz. Bu mashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi 3 ta detalda bor ekan, o'zinglar uchun ko'rsatib olasizlar. Aldanayotgan bo'lishimiz ham mumkin. Yurgan masofasi xudo xolasa endi 237 ming. Eng qizig'i bu mashinamiz xudo xolasa Dons Lux konditsioner. Endi maza qilib minaman deyotgan akalarim uchun tavsiya qilgan bo'laveradi. Bu mashinamiz akalarimiz $3300 ga bermayapmiz deyishyapti, aldamayotgan bo'lsa, qo'shilsa berar ekan. Telefon raqamlari videosida. Next'larni qorasidan minaman deyotgan akalarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza ekan, bir qator o'zlari uchun ko'rsatib tekshirib olsanglar bo'laveradi. Bu mashinamiz ham Dons bo'lsa kerak, xudo xolasa yurgan masofasi 200 ming, gazlari bor, dokumentda muammo yo'q deyapti. Bir qator o'zlari uchun tekshirib olsanglar bo'ladi, lekin mashinani chiroyli qilib tayyorlab chiqishdi. Akalarimiz bu mashinamizni $4100 ga olibdi, $4200 bo'lsa beramiz deyapti. Telefon raqamlari videosida. Kimga qiziq bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar.
Lasettilar narxiga Gentra minaman deyotgan obunachilar uchun bo'lib ham kraskasi tozasidan 2014-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi toza mexanika garobga yumshoq ballonlari ham bor. Holatlari juda ham qiziqarli. 333 ming atrofida yurgan gazlari bor, dokumentda umuman muammo yo'q. O'zinglar uchun ko'rsatib tekshirib olsanglar bo'laveradi. Lekin narxi rostdan ham Lasettilar narxida. Akalarimiz arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigan narxi $5990 bo'lsa beramiz deyapti. Telefon raqamlari Telegram kanalimizda. Metallonda narxiga Nexus 2000 naman deyotgan akalarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasini toza joyi umuman yo'q ekan, 10 taraf ham sevishgan shekilli. Bu mashinamiz ballonlari ham o'rtacha holatda, sabab almashtirmasanglar yozda ham siyganasizlar. Bu mashinamiz yurgan masofasi xudo xolasa bedara deb turaveraylik, sababi qanaqa yurgan bo'lsa ham prostoy ekan. Bu mashinamiz holatlari hozircha tiniq o'xshab turibdi. Yaxshi deb maqtab berishni xohlayapti. Biz endi o'zimizni vijdonimizni o'zimiz qarshi chiqa olmayapmiz. Akalarimiz arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun $2200 bo'lsa beramiz. Ko'niga o'tasiz, balki o'tib berar, egasi qutulsa bo'ldi ekan. Mashinadan egasi emas, egasidan mashinasi zerikkan. Bu mashinamiz 2003-yilda ishlab chiqarilgan. Ashalik Optra Lasettilardan. Bu mashinamizning kraskasi 50% deyapti. Endi o'zinglar uchun ko'rsatib olsanglar 70% chiqishi ham mumkin. Yurgan masofasini xudo xolasa aytmay qo'yaveraylik. Hamma yo'g'i joy-joyida, umuman dokumentda muammo yo'q deyapti. Akamiz qutulsa bo'ldi ekan. Lekin mashinamiz hozircha tiniq, lekin narxi qiziqarli. Akalarimiz arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun bo'ladigan narxi $2800 bo'lsa beramiz. Deyapti, arzonmi, qimmatmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Telefon raqami va Telegram kanalimizda. Nexus 2000 naman deyotgan obunachilarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Boshqa keling. Nexus'larni o'zi mexanik yo'ladi bu. Arzonroq Nexus 2000 naman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan, ikkita detal kraskasi bor, qolgan joylari toza deyapti. Endi o'zinglar uchun ko'rsatib olasizlar. Ballonlari ham o'rtacha holatda, yurgan masofasi dunyo bo'ylab 578 ming yurgan chexol polilari bor ekan, tayyor deyapti. Endi o'zinglar uchun ko'rsatib olsanglar yaxshi bo'ladi. Bu mashinamizda hozircha konditsionerlari bor ekan. Bu mashinamiz arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun $2400 ga bermadim. Fikrimdan qaytdim, beraveraman deyapti. Telefon raqamlari videosida kimga qiziqsa aloqa qilib ko'rasizlar. Nima qilyapsiz menga? Ketyapti. Lekin sehrli so'zlar, mashina chiqsan aka, akam bo'lasan, shu talant qilib bering aka, mana men o'zim olib turay aka. 3000 ga beraverasizlar? Ta'tilni boshlamay turing aka, men ham 3000 ga. Ha, qanday bo'ladigan narxga sotiladigan narx qo'yapsiz-ku. Aka, 31 ga qo'yib bering. 31 ga qo'yib bering aka. aka, gap so'z yo'q. Ha. Aka, tormozi yo'q mashina minaman deyotgan obunachilarimiz uchun mashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexus Dons. Bu mashinamizda prostoydan shekilli, xudo xolasa, lekin oynalarni ham elektronika qilib qo'ygan ekan. Konditsioneri uyda qolib ketgan ekan, mashinada yo'q ekan. Hozircha holatda yurgan masofasi qator ko'rib qo'yamiz. 355 ming olib maza qilib minsiz bo'laveradi deb berishimizni xohlashyapti, lekin unchalik emas shekilli. Akalarimiz arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun mashinamiz bo'ladigan narxi $3000 ga bermadim deyapti. Endi 3100 deyapti. Endi balki ko'niga yo'q topsanglar 3000 ga ham berib bersa kerak. Telefon raqamlari videosida. Gentra minaman deyotgan akalarimiz uchun mashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi orqa kriloda bor, qolgan joylari toza, ballonlari ham yaxshi holatda, dehqonni o'zidan xudo xolasa mashinamiz yurgan masofasi 160 ming, chotki mingan ekan, xudo xolasa dokumentda umuman muammo yo'q deyapti, sidinlari ham istaladigan ekan. Abezlari ham bor, xudo xolasa olib maza qilib minadigan. Arzoni vodiyda kanal obunachilar uchun bu mashinamiz bo'ladigan narxi $6500 bo'lsa beramiz deyapti. Telefon raqamlari Telegram kanalimizda.